Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Navoiy viloyati Nurotga yetib keldik. Biz naves va darvozani shu joyga chiroyli qilib o'rnatib berish maqsadidamiz. Xudo xolasa, eski darvozani joyidan olib tashlaymiz, chiroyli qilib shu joyga joylashtiramiz. Yuqorida qosh qismlari bo'ladi, ilk navesimiz bu joygacha keladi. Keyingina katta naves bo'ladi. Bularga garaj vazifasini bajaradi. Oldingi darvoza ichkariga ochilar ekan, biz buni tashqariga ochiladigan qilib bersak ham, sababi ichkarida joy egallamasligi uchun eshik xuddi shu holatda o'ng tomonda ichkariga ochiladi. Yuqorida profildan yopiladi, lekin kerak emas. Bizda issiq kuchli bo'ladi deyishdi. Shuning hisobiga mana navesda ikkita stoykasi bor. Yuqorida o'sha strapil vardik qismlari bor. Profil bilan yuqorisini yopamiz. Bu joyda chiroyli darvoza va go'zal holatdagi kattagina navesimiz o'rnatiladi. 3 kundan beri ustanovkadamiz. Samarqand ishlarimiz bitta, Jizzaxni polnisi topshirdik. Navoiydan endi Qashqadaryoga o'tamiz. Bu joyda bugun yetkiza olmasligimiz aniq, kun kech bo'lib qoldi. Ertaga kechgacha naves zborkasini qilamiz. Avtokaram bilan ko'tarish joyiga joylashtirib olsak bo'ldi. Xudo xolasa bolalarga kuch-quvvat bersa, O'zbekiston bo'ylab bilasizlar, xizmat ko'rsatamiz, temir bo'yicha barcha ishlarni bitirib beramiz. Chiroyli ochib oldik. Endi o'zimiz yasagan darvozamizni mana tushiryapmiz. Bu yuqoridagi ochilmaydigan qismi 2 qavatli bonusli fulloviy qalin material. Yuqori qismini o'zi 4 kishi ko'taradi. Materiallari 12 ga 8 3 stenada pon ramkalari и profillarimiz 2x1 sergeliniki qilingan. Darvozaning orqa tomoni tekis, gladki, ideal holatda ishlangan, orqasi tekis bo'lgan. Bu ikkinchi qanotning orqa tomoni yerin tegisi ham mayda holatda sepilgan. Qaranglar, listdagi choklar ham ko'rinmaydi, bilinmaydi. Navoiy Nurotada kechqurun 9:10 gacha darvozani o'rnatdik. Biz bu yerda yotib qoldik. Endi hozir bitta darvozamiz Qashqadaryoga qoldi. Navesimizni zborka qilib, shu fermerlarni joyiga qotirishimiz kerak. Darvozaning yonidagi shvellarni ham tegmaganmiz, eski darvozaniki. Tagidagi shvellarni ham biz yangi qo'ymadik, o'zining holatiga mana marmar tosh bo'lganligini hisobiga qotirib berdik. Hozir mana fermalarning zborkasini qilib, ustiga profilni qotiramiz. Mana shu joyda kattagina naves paydo bo'ladi. Obedgacha rejalashtirdik, bitirib qaytamiz. Eshikga chotki holatda mana o'rnatib, kecha yakunlaganmiz. Ideal shunaqa bo'ladi, ko'rib olasizlar. Hozir buni strapilalarni qo'yamiz. Karkaslarni qilib, yuqorisiga profilni qotirsak, navesimiz tayyor bo'ladi. Navesimiz oxirgi jarayonda 2 dongina cherepitsa qoldi. Hozir chetiga qotirsak, bir-biriga chokini bostirib, chetlari ham juda chiroyli holatda bo'ldi, qaranglar. Lazerda chizilgan gullari bor. Polnisda aylanib o'tgan shirshavli joyi bor. Umuman navesda ham darvozada ham qiladigan ishlarimiz tugadi. Hozir buni video obzorini qilamiz. Darvozaning orqa tomonlari ham tekis holatda, qaranglar. Ideal bo'lgan. Matvi. Egalariga buyursa zo'r o'rnadi. Bu naves ham eniga 470, oldiga 480. Anchagina joyi yopadi. Navoiy Nurotada navbatdagi obyektimizni egalariga topshirdik. Xudo xolasa chiroyli holatda qo'yilgan darvoza va naves uyga juda ham yarashdi. Yuqoridagi ochiq joylarini polnisi biz metallический karniz bilan yopib berganmiz. Darvozamiz o'ng tomonga kichkina eshigi ochiladi. Odam qatnashish uchun juda qulay holatda bo'lgan. Bunisi ichkariga, katta darvozamiz tashqariga ochiladi. Sababi ichkarida joyi egallab qolmasligi uchun, moshtalar sig'masligiga xalaqit bermasligi uchun chiroyli holatda shunaqa yechim qilganmiz. Sharnirlari qattiq katta baquvvatidan qo'yilgan, qolasiga pachimlik qo'yib, moylab chiroyli holatda o'rnatib berdik. Naves uyga umuman ko'rinishini 100% ga o'zgartirib yubordi. Oldiga 480 chiqqan, endiga 470 kenglikda bo'lgan. Stoykalarimiz o'ngga o'ng profil, ustida 3x2 profillar bilan bezab berganmiz. Pastdagi tumba qismlari ham gabaritini katta ko'rsatib, juda ham chiroyli vid berdi. Lazer atrofida 12x8 profil, uning ustida shirshavli gulli joylari bor. Uni tagi qismida polnisda lazer reskada kesilgan chiroyli marakan gul bilan jihozlangan. Qalin materialdan ishlangan, o'rtadagi strapila qismlari 8 ga 6 profil, o'rtadagi vardik qismlari 6 ga 4 1.5 lik stenada ishlatilgan. Darvozamiz 2 qavatli shumkali, polnisli matvilak bilan ideal holatda matvi mokr asfalt rangi bo'yalgan. 12x8 yondorlar qanot atroflarida 6 ga 4 sergelinli 2x1 profillar turibdi. Listlarimiz doimgidek 1.8. Aloqaga chiqsanglar, ikkita viloyatga darvoza, naves, baryer bo'yicha barcha metall ishlarni bitirib beramiz. Dastavka ustanovkalarimiz bepul. Darvozachi o'z xizmatingizda.